Qanday qilganda Wang Hong bo'lgan bo'ladi? Wang Hong bo'lish uchun cho'qim sarang bo'lib bilish kerakmi? Yoki ammiyaga shiltin otadigan barang bo'lish kerakmi? Bir odamning Wang Hong bo'lib nom chiqarish uchun zot qanchalik vaqt ketadi? Bu to'g'riliq ma'lum bir davlatda yaqinda amaliy tajriba ilib berildi. Ros, yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning yuz tuban qiziljan so'zlab yerimiga kelib, ondan sizlardan ahvol so'raydigan do'stinglar. Yandan bayan. Bugun sizlarga mush tajriba to'g'riliq ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Programma guruhi bu tajribani ilib berish uchun jamiyatdan nom chiqarib Wang Hong bo'lish orzusi bor odamlardan 100 tani imtihon ilishga boshladi. Imtihonga kelganlarning orqa ko'rinishi har xil bo'lib, ongsiz modellar, artistlar, grim qilishga usta bo'lgan qizlar, maktab bitirmagan bolalar degandek jamiyatning har sohalaridagi nomzodlar bor edi. Ularning o'rtaq bir orzusi bo'lib, u bo'lsa-mu tez suratda nom chiqarish. If someone snapped their fingers and you had 1 million followers on Instagram, what would you do? Yo, sign me up. I will do anything if I get to sit on a beach all day. Oxirda bağlıqçılar bu namzatlarning ichidan to'rda aran mingtal pintosi bor bo'lgan oddiy bir qiz Domini tanlab chiqdi. Domimo xuddi cho'lpon bo'lish tushini ko'rayotgan qizlardek maktabni bitirib Los Anjelesdagi kino shaharisiga kelib, o'zining artist bo'lish orzusini oshirish uchun uzluksiz tirishayotdi. Lekin orzu boshqa, orzugul boshqada. Bu qiz Kaliforniya shtatida shuncha yil tirishib, nurg'un kinolarga chiqish fursatiga erishgan bo'lsa-mu, biroq asos jihatdan o'hodigicha o'tab bitirgan rollar edi. Masalan, boshqondagi xalqning dumbisi, chiroy chiqmaydigan mashina odam degandek. Aron testda bir qitim chiroy chiqqanda, chiqmayli salbiy personaj tarafidan o'ldirib o'tildi. Domi odatdagi vaqtlarda bir kiyim-kechak do'konida ishlaydi. Ta'minlash kunlari bo'lsa, vaqtni ching tutib har qaysi kino shirkatlariga urinib so'qinib boqatdi. Domining xiyolida to'rda nom chiqarib Wang Hong bo'la olsam, cho'qim bir rejissorning ko'ziga ko'rinib kinochilik sohasida chiqish yo'l topa olayman deb o'ylaydi. Shu bu qitimlik fursat uning xiyolini amaliyotga oshirishning eng yaxshi chorasi edi. Shunday qilib, bu qitimlik oddiy odamni Wang Hong qilish tajribasi boshlanib ketdi. Wang Hong bo'lishdagi birinchi qadam obraz yaratish. Hollywood'dagi eng yaxshi obraz loyihalovchining yordami ostida asldagi mondoq chiroy Domi vallani ijilib mondoq satan bo'lib ketadi. Ha, sat qiz bola mavjud emas, yasnishni bilmaydigan qiz bola mavjud degan rost gap kanda. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz Panus salonidan ko'ring. Salon nomi